o'rtasi tanamizga quvvat kerak. Quvvat bo'ladigan mazali taom retsepti bilan bo'lishaman. Taomni jiza qilishdan boshlaymiz. Yaxshilab yuvilgan dumni bo'laklarga bo'lib tuzlab olamiz. Chiroyli rangi kirgan jizalarni terib olib, yog'iga dum go'shtini terib chiqamiz. Zira, paprika, kashnachlavir bargi, sariyog', suv solib, kartoshkani solib, kartoshka pishguncha dimlab olamiz. Sutni isitib, droja, shakar, tuz, o'simlik yog'i solib aralashtirib, un solib, o'rtacha yumshoqlikda xamir qoramiz. Xamirimizni oshirish uchun olib qo'yamiz. Pishgan kartoshkani taomdan olib qo'yamiz. Chiroyli bo'lib oshib olgan xamirimizni ko'rsatilgandek qilib un sepib, yoyib, xona xariti eritilgan sariyog'dan surtamiz. Jizalarni sepib, ko'rsatilgandek qilib rulet shaklida o'rab olamiz. Bo'laklarga bo'lib, mantiqostqon listini yaxshilab yog'lab terib olamiz. 2 soatga yaqin pishgan go'shtimiz ustiga listimizni joylaymiz. Parda yumshoqina bo'lib chiqqan kartoshkalarimizni qizigan yog'da qizartirib, xurustashib olamiz. Umumiy vaqt 2,5 soat davomida mol dumidan tayyorlangan taomimiz xil-xil bo'lib tayyor bo'ldi. Quvvat bo'ladigan taom tayyor. Resept yoqqan bo'lsa, notirangizni duo qilishni unutmang. O'rtasi tanamizga quvvat kerak. Quvvat bo'ladigan mazali taom retsepti bilan bo'lishaman. Taomni jiza qilishdan boshlaymiz. Yaxshilab yuvilgan dumni bo'laklarga bo'lib tuzlab olamiz. Chiroyli rangi kirgan jizalarni terib olib, yog'iga dum go'shtini terib chiqamiz. Zira, paprika, kashnachlavir bargi, sariyog', suv solib, kartoshkani solib, kartoshka pishguncha dimlab olamiz. Sutni isitib, droja, shakar, tuz, o'simlik yog'i solib aralashtirib, un solib, o'rtacha yumshoqlikda xamir qoramiz. Xamirimizni oshirish uchun olib qo'yamiz. Pishgan kartoshkani taomdan olib qo'yamiz. Chiroyli bo'lib oshib olgan xamirimizni ko'rsatilgandek qilib un sepib, yoyib, xona xariti eritilgan sariyog'dan surtamiz. Jizalarni sepib, ko'rsatilgandek qilib rulet shaklida o'rab olamiz. Bo'laklarga bo'lib, mantiqostqon listini yaxshilab yog'lab terib olamiz. 2 soatga yaqin pishgan go'shtimiz ustiga listimizni joylaymiz. Parda yumshoqina bo'lib chiqqan kartoshkalarimizni qizigan yog'da qizartirib, xurustashib olamiz. Umumiy vaqt 2,5 soat davomida mol dumidan tayyorlangan taomimiz xil-xil bo'lib tayyor bo'ldi. Quvvat bo'ladigan taom tayyor. Resept yoqqan bo'lsa, notirangizni duo qilishni unutmang. O'rtasi tanamizga quvvat kerak. Quvvat bo'ladigan mazali taom retsepti bilan bo'lishaman. Taomni jiza qilishdan boshlaymiz. Yaxshilab yuvilgan dumni bo'laklarga bo'lib tuzlab olamiz. Chiroyli rangi kirgan jizalarni terib olib, yog'iga dum go'shtini terib chiqamiz. Zira, paprika, kashnachlavir bargi, sariyog', suv solib, kartoshkani solib, kartoshka pishguncha dimlab olamiz. Sutni isitib, droja, shakar, tuz, o'simlik yog'i solib aralashtirib, un solib, o'rtacha yumshoqlikda xamir qoramiz. Xamirimizni oshirish uchun olib qo'yamiz. Pishgan kartoshkani taomdan olib qo'yamiz. Chiroyli bo'lib oshib olgan xamirimizni ko'rsatilgandek qilib un sepib, yoyib, xona xariti eritilgan sariyog'dan surtamiz. Jizalarni sepib, ko'rsatilgandek qilib rulet shaklida o'rab olamiz. Bo'laklarga bo'lib, mantiqostqon listini yaxshilab yog'lab terib olamiz. 2 soatga yaqin pishgan go'shtimiz ustiga listimizni joylaymiz. Parda yumshoqina bo'lib chiqqan kartoshkalarimizni qizigan yog'da qizartirib, xurustashib olamiz. Umumiy vaqt